Hey, what's up guys? Welcome back to our channel. Sizlar bilan Timur Malik. Assalomu alaykum. Azizlar, YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Essential Phrases rubrikasi bo'yicha bugun biz yangi iborani o'rganishni boshlayapmiz. Va bizning bugungi iboramiz Hold your horses bo'ladi. Hold your horses. Bu ibora juda ham qiziqarli tarixga ega ekan. Aytilishicha 19-asr boshlarida va o'rtalarida New Yorkning Erie kanalida bu ibora juda ham ko'p eshitilgan, ishlatilgan. O'sha vaqtda transport logistikasi otlarga juda bog'liq bo'lgan. Ya'ni barzalarda yuklarni qirg'oqdan turib otlar tashigan. To'g'rog'i tortgan. Va shu jarayon davomida bir nechta ot guruhlari bir-biriga chalkashib ketgan vaqtda otlar guruhi boshlig'i Hold your horses buyrug'ini bergan holatni otlarni to'xtatadi va o'sha tartibga solgunga qadar otlarni to'xtatib turishadi. Ya'ni shu jarayonda ishlatilgan va 1825-yil Erie kanali bitkazilganidan keyin, 10 yil o'tganidan keyin bu ibora ishlatib boshlangan aytilishicha. Ko'p insonlar aytadiki, bu ibora otlarni ushlab turish yoki to'xtatib turish ma'nosini emas, balkim o'sha ma'lum bir jarayonni to'xtatish uchun o'sha bo'lgan chalkashgan holatdagi holatni to'xtatib otlarni, ya'ni jarayonni to'xtatish uchun ishlatilgan. Ya'ni to'xtab turing yoki shoshmay turing. Shunga o'xshash ma'nolarni beradi. Hozirda ishlatilish bu iborani ishlatilishi ko'pincha sabrli bo'lish, kutish yoki sekinlashtirish, sekinlashish degan ma'nolarni beradi. Biz hozir bu ibora bo'yicha ozgina kichkina sahna ko'rinish qilganmiz. Tomosha qiling. Menimcha bu sahna ko'rinishdan keyin yana ham iborani chuqurroq tushunasiz degan umiddamiz. Hi there. Thanks for calling. How can I help you today? My internet is still not working. I have called it so many times already. I hear you. It's really frustrating. Just hold your horses for a second while I check your account. Okay? All right. Thanks. Let me see what's going on for you. Bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz va agar obuna bo'lmagan bo'lsalaring, kanalga obuna bo'lish shodlaringni ko'tarilmasin. Azizlar, ko'rganlaring uchun rahmat. Yanagi ko'rsatuvlarda, ya'ni yanagi sonlarda ko'rishguncha xayr. And guys, stay on track.